Alloh o'zi aziz qiluvchi, Alloh xor qiluvchi. Faqat biz shuni farqlamay qolganmiz. Bizga zohirdan qaraganimizda kimdir aziz tuyuladi. Lekin bilmaysizki, ana shu boy badavlat, shuncha mansabli ichida yashayotgan odam, bu televizorda ko'rganingizda, publikada kulib turishi mumkin. Baxtli ko'rsatib o'zini. Kamerani tashqarisida nima bo'layotganini bilmaysiz. O'zini uyiga kirganida xorlikni his qiladi. Chunki Allohni toat ibodatidan tashqarida xorlik faqat. İzzat faqat islomning ichida. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Kim agar izzatni istasa, izzatni hammasi Allohniki. Mana shu haqiqatni kim agar tushunsa, ya'ni izzat faqat Allohdan keladi, Allohni rozi qilishlik bilan izzat keladi degan haqiqatni kim agar tushunsa, insonni umuman tushunchalari, o'lchovlari o'zgarib ketadi. Dunyoga boshqa ko'z bilan qaraydi. Ayni shu narsa hosil bo'lishi kerak bizda bu darslarimizdan keyin.